Assalomu alaykum. Bugun yana biz Blenderni o'rganishda davom etamiz. O'tgan safar S ya'ni scale, rotate, grab funksiyalar bilan tanishib o'tgan edik va birinchi o'ychamizni yasashni boshlagan edik. Endi bu safar murakkabroq detallardan foydalanamiz. Shuning uchun e'tiborli kuzatib boring. Xo'sh, oldingi safar o'ychamiz mana shu ko'rinishga kelgan edi. Endi bu yerdagi kamchiliklardan biri buni tom yo'liga. Xo'sh, endi birinchi tom qo'shib olamiz. 3D modellashtirishda eng asosiy narsa bizga kerakli modelni aynan nimadan yasab olish kerakligini to'g'ri tushuna olishimiz kerak. Masalan, hozirgi bizga kerak bo'ladigan shakl bu uchburchak. Bu uchburchak shaklini qanday yasasa bo'ladi? Xo'sh, ko'rib chiqamiz. Bizda qanaqa shakllar bor edi? Mesh bo'limida kub, xo'sh, sferalar, aylana, silindr, konus. Xo'sh, masalan, konusni olaylik. Mana bu konus. Agar tahrirlash bo'limiga o'tsak, konusni nuqtalarini ko'rsak bo'ladi bu yerda. Aynan mana shu konus ichidan biz uchburchak shaklini qirib olishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Deylik, shu nuqtalarni tanlab olamiz. Orqa tarafdan ham mana shu nuqtalarni tanlab olamiz. Xo'sh, endi bizda faqat ikkita belgilanmagan pastki nuqta va bitta tepaga nuqta qoldi. Mana shu 3 ta nuqtalar bizga uchburchak shaklini beradi. Va qolgan nuqtalarni o'chirib tashlaymiz. X va vertices. Shuni qo'y. Mana endi bizda uchburchak shakli bor. Endi mana shu uchburchakni tahrirlab olishimiz kerak o'zimizga mos tom shaklni taxlash uchun. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Buni hajmini x o'qi bo'yicha cho'zamiz. So'ng uy tomiga moslashtirib qo'yganmiz mana bunday. Balandligini to'g'rilaymiz. Umumiy hajmini va xo'sh, shu holatda bo'lgandan so'ng hozir uchburchagimiz ikkita chiziqdan iborat. Endi buni butun boshli plane, ya'ni yuzaga keltirish uchun bizga extrude funksiyasi yordamga keladi. Extrude funksiyasini ishlatish uchun klavishdagi E tugmasini bosamiz va sichqonchani qimirlatamiz. Extrude ham oldingi funksiyalar kabi X, Y, Z o'qlari uchun ishlaydi. Bizga esa Y o'qi kerak. Mana Y o'qi bo'ylab tayyorlab oldik. Xo'sh, endi nuqtalarni moslab chiqamiz. Mana shu holatda. Mana tomimiz ham qisman tayyor bo'ldi. Lekin hozirgi tomda bizda qalinlik yo'q. Oddiy yuzadan iborat. Agar Y o'qi bo'yicha qarasak, tom ko'rinmaydi, chunki unda qalinlik yo'q. Bunga qalinlik qo'shish uchun nima qilsak bo'ladi? Ikki usul bor. Birinchi osonini ko'rsataman. Xo'sh. Agar chiziqlarni ko'rsatadigan rejimga o'tib tomni belgilasak va aynan shu extrude modifier yordamida extrude
funksiyasi yordamida z o'qi bo'ylab ozgina tushirsak, mana endi yo'q. Bu tomonni ham belgilaymiz. Endi extrude funksiyasi yordamida ozgina tushiramiz va ana endi tomimiz qalinlikka ega bo'ldi. Istalgan tarafdan ko'rinadi. Endi tomni uy ustiga to'g'ri tushirib olamiz. Mana endi uyning 4 ta devori va tomi mavjud. Endiki qiladigan ishimiz mana bu ochiq qolgan joylarni yopib chiqish. Bu qanday bo'ladi? Deylik, mana bu yerda bu yerdagi kubni, tepadagi yuzasini tanlab olamiz. Yuzalar tanlab olinishi uchun bizda 1, 2, 3 raqamlari mavjud. Ya'ni bu raqamlarni bosish orqali nima qilamiz? Bir raqami bosilsa agar, xo'sh, tanlangan obyektdagi nuqtalarni belgilab oladi. 2 esa qirralarni, 3 esa yuzani. Shuningdek, bizga o'zini yuzani tanlab oldik. Endi uni yana extrude yordamida tepaga ko'tarib olamiz. To yopilgunga qadar. Mana ochiq qolgan yuza to'laqonli yopildi. Endi bizga nima kerak? S yordamida X o'qi bo'ylab buni qisqartiramiz. Mana oxirigacha qisqardi. Endi ko'rishimiz mumkin, tomni ham to'g'ri joylashtirib olamiz. Mana endi xuddi shu ishni mana bu obyekt bilan ham bajarib olamiz. Extrude yordamida ko'tardik. S yordamida qisqartirdik. Endi uyimiz mana shunday yopiq ko'rinishga keldi. Demak, bugungi darsda nima o'rgandik? Extrude funksiyasi va shakllarni qanday yasab olish. Tahrirlash bo'limida nuqtalar bilan, yuzalar va qirralar bilan qanday ishlash. Bu bo'yicha yana hali ko'p gaplashamiz. Hozircha esa mana shu